Mevalar elektr tok hosil qila oladimi? Bir kun kelib mashinalar limon batareyasida yura oladimi? Limon batareyasi aslida nimaga ishlatilishi mumkin va uning ichida aslida nima sodir bo'ladi? Bu oddiy ilmiy tajribadek tuyuladi. Ammo limon batareyasi ichidagi ayni tamoyillar atom elektr stansiyalarida, elektromobillarda, hatto kosmik zondlarda ham qo'llanadi. Xo'sh, limondek oddiy narsa qanday qilib elektr tok hosil qilishi mumkin? Limon batareyasi bu eng sodda elektrokimyoviy element. Limonning o'zi energiya manbai emas. U elektrni saqlamaydi. U faqat elektr oqimi yuzaga kelishi uchun kerakli kimyoviy sharoitni yaratadi. Limon sharbatida limon kislotasi bo'ladi. Bu zaryadlangan zarrachalar ionlar bilan to'la suyuqlikdir. Shu sababli limon elektrolit vazifasini bajaradi. Bu oddiy batareyalardagi suyuqlikka o'xshaydi. Biz limonga ikkita turli metall tiqqanimizda juda sodda batareya yasagan bo'lamiz. Odatda limon batareyasida rux ishlatiladi. Ko'pincha galvanizli mix ko'rinishida va mis ishlatiladi. Masalan, tanga yoki sim shaklida. Bu metallar elektronlarni berish xususiyati turlicha bo'lgani uchun tanlanadi. Rux elektronlarni oson beradi. Mis esa bunday qilmaydi. Mana shu farq yaratilgan har qanday batareyaning yuragi. Aslida aynan shu g'oya 1800-yilda Alessandro Volta yaratgan birinchi haqiqiy batareyada ham qo'llangan. Limon ichida rux atomlari elektronlarni yo'qota boshlaydi. Bu jarayon oksidlanish deyiladi. Ajralib chiqqan elektronlar limonning o'zi orqali o'ta olmaydi. Shu sababli ular tashqi sim orqali oqadi. Elektronlarning shu harakati elektr tokdir. Mis elektroddagi elektronlar esa qabul qilinadi. Bu jarayon qaytarilish deyiladi. Shu paytda limon sharbatidagi ionlar zaryadlarni muvozanatlash uchun harakat qiladi va reaksiya davom etishiga imkon beradi. Bu yerda hech narsa yonmaydi. Hech qanday sehr yo'q. Bu boshqariladigan kimyo. Telefoningizdagi batareya ham aynan shu tamoyilda ishlaydi. Elektronlarga turlicha munosabat qiluvchi ikki material, elektrolit va boshqariladigan kimyoviy reaksiya. Farq faqat miqyos, samaradorlik va materiallarda. Limon batareyasi zamonaviy energiya saqlash tizimlarining go'yoki tosh davridagi ko'rinishi. Bitta limon taxminan 0.8 dan 1 voltgacha kuchlanish beradi. Bu kuchlanishni ko'rsatish uchun yetadi, lekin katta quvvat uchun emas. Kuchlanish elektronlar qanchalik kuch bilan itarilayotganini bildiradi. Tok kuchi esa qancha elektron harakatlanayotganini ko'rsatadi. Limon batareyasida kuchlanish yomon emas, lekin tok juda past bo'ladi. Shu sababli juda kichik LED chiroqni yoqish uchun ham bir nechta limonni ketma-ket ulash kerak bo'ladi. Ha, limon batareyasi bilan ayrim kichik qurilmalarni ishlatish mumkin, lekin faqat juda mayda quvvat talab qiladiganlarni. Tadqiqotchilar va o'qituvchilar limon batareyalaridan raqamli soatlar, kichik sensorlar va kam quvvatli uzatgichlarni ishga tushirishda foydalangan. Nazorat qilingan tajribalarda yuzlab meva batareyalari qisqa vaqtga kichik radiolarni ham ishlatgan. Lekin bu kundalik foydalanish uchun amaliy yechim emas. Asosiy tushunmovchilik mana bunda. Limon batareyasi energiyani yaratmaydi. U metallni sarflaydi. Reaksiya davomida rux elektrodi asta-sekin erib boradi. U tugagach, batareya ham o'ladi. Agar mashinani ishlatmoqchi bo'lsangiz, sizga tonnalab rux, doimiy almashtirish va juda katta chiqindi kerak bo'ladi. Muhandislik nuqtai nazaridan bu samarasiz. Unda nega limon batareyasi muhim? Chunki u elektrning aslida qanday ishlashini tushuntiradi. U olimlar va muhandislarga elektronlar oqimi, elektrokimyoviy samaradorlik va materiallarning xatti harakatini tushunishga yordam beradi. Bu bilim esa to'g'ridan-to'g'ri litiy-ion batareyalar, yonilg'i elementlari va qayta tiklanuvchi energiya saqlash tizimlarini rivojlantirishga ta'sir qiladi. Hatto ilk muqobil batareyalar bo'yicha tadqiqotlarda ham yangi elektrod materiallarni sinash uchun meva kislotalaridan foydalanilgan. Olimlar limonda yuradigan dvigatel yaratishga urinmayapti. Buning o'rniga ular biologik parchalanadigan elektrolitlar, organik batareyalar va chekka hududlar uchun xavfsiz, arzon energiya manbalarini o'rganmoqda. Ba'zi tajriba batareyalarida o'simlik asosidagi kislotalar, qog'oz elektrodlar va sho'r suvli elektrolitlar ishlatiladi. Bu g'oyalarning barchasi limon batareyasidagi kimyoga tayanadi. Limon batareyasi tayyor yechim emas, balki g'oyadir. U elektr tok kimyodan paydo bo'lishini ko'rsatadi. Energiya uchun har doim murakkab mashinalar kerak emas. Ba'zan oddiylik tabiatning juda kuchli qonunlarini ochib beradi. Kelajakda aynan shu bilimlar xavfsizroq batareyalar,
ekologik toza materiallar va barqaror energiya tizimlarini yaratishga yordam beradi. Limon batareyasi o'yinchoqqa o'xshab ko'rinishi mumkin, ammo u zamonaviy dunyoni quvvatlantirayotgan eng asosiy jarayonlardan birini namoyish qiladi. Ba'zan energiyaning kelajagini tushunish oddiy bir limondan boshlanadi.